Go'zal Andijonda muhtasham mebel savdo markazidan mebellarimizni obzorlarini ko'rsatishni boshlaymiz. Barchaga assalomu alaykum deymiz. Hurmatli aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi sanamiz xudo xohlasa dekabr oyi 2025-yil, yangi yilga ham oz qoldi. Yangi yilni yangi mebellar bilan qarshi olaman deb turgan aziz yurtdoshlarimizga go'zal mebellarimizni, eng so'nggi rusumdagi sifatli mebellarimizni namoyish etamiz. Marhamat. Xo'p, ushbu ko'rinishga ega bo'lgan ajoyib yumshoq mebelimiz mexanizmli bo'ladi. Ushbu rangiga e'tibor berib qo'ysiz ham hozirgi paytda rosa shu 2025-yilda trendga chiqqan materiallarimizdan yasalgan. Buni mana bu senadigan joylari ham yumshoq sintefondan, mana ortki qismlarini ham ko'rsataman. Mexanizmlik, mana bu qo'llari ham mexanizmlik, yoniga suriladi. Xo'p, bularimiz razmerlari 240 ga 340 bo'ladi. Ya'ni 2,5 ga 3,5 desa ham bo'laveradi bularda. Ikkita katta pufigi va mana shu komplekt holatida bularimizni 9,5 milliondan O'zbekistonda barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Dastavkalari esa boshqa viloyatlarga albatta pulli bo'ladi. Faqat Andijon viloyatining o'zida dastavkasi bor xolos. Bularimizni esa mana bu ko'rinishga ega bo'lgan boshqa rasvetkalari ham bor. Kimgadir bu rangi yoqsa albatta bulardan ham qilib beramiz. Va mana bu maloshniy ko'rinishga ega bo'lgan, materiali ham o'ta chiroyli, bejirim bo'lgan ranglardan ham bor. Hammasini birma-bir ko'rsatib o'taman. Narxlari esa bir xil, o'sha 9,5 milliondan komplekt holatida, stoli, ikkita tumbasi, mana shu qolgan qismlari ham birgalikda, yostiqchalari ham bor. Bularda materiallarini sizga aytib o'tsam, bu ichki ketgan material yog'ochlari 100% rossiyskiy sasna bo'ladi. Oyoq qismlari esa chinordan yasaladi bular. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, albatta sizlarga chiroyli qilib jo'natib beramiz. Va bu yerda esa o'sha vohada juda ham ko'p hozir ommalashgan bu mebelimiz Vinny modelimiz. Hozirgi kunda rosa trendga ham chiqdi desak bo'laveradi. O'sha Vinny modelimiz, bularda razmerlari 430 ga 230 bo'ladi. Ichlari sasna yog'ochda bo'lgan, terek emas. Bularimizni mana shu ko'rinishida, ya'ni katta stoli va mana bu 3 ta pufigi bilan komplekt holatda 8 milliondan O'zbekistonda barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Va buni yonida mana bu ko'rinishga ega bo'lgan chiroyli mana upakovka qilib tayyor qilib qo'yganmiz egalariga yuborishlik uchun. Kichkina razmerdagisi ham bor. Buni razmeri 330 ga 230 bo'ladi va ikkita pufigi bo'ladi. Ushbu xona bilan birgalikda 7,5 milliondan siz qayerda yashaysiz o'sha shaharga chiqarib beramiz. Dastavkalarimiz pulli, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Va bu o'sha mashhur Chester originali. Bularni ko'pchilik yaxshi biladi, bu modellarimizni. Haqiqiy originali mana shu bo'ladi. Chesterni nimaga desiz, bular machalkalari, ishlatilgan parolonlari ham o'ta sifatlisdan qo'yilgan. Ichki qismlari ham sasna va dispida bo'lgan. Buni mana bu to'shakchalari ham bor oldida, mana o'tirganda oyog'i ham dam oladi, bu yoq shunday ishib turadi. Prujinalari 100% lik fabrikniy prujina bo'lgan, ya'ni Pampers Xitoydagi ishlatilgan. Sifati o'ta a'lo bo'lgan modelimiz. Bu ham mana burchaklari ham 90 gradusga keltirilgan. Choklari ham o'ta chiroyli qilib tikilgan. Bularni upakovka qilib qo'ydik, chiroyli qilib egasiga yuborishlik uchun. Boshqa rasvetkasi ham bor buni. Mana bu seriya ko'rinishga ega bo'lgan rasvetkasi ham bor. Hozirgi ko'rganingiz esa bu maloshnik edi. Bularimizni narxlari
6 million 200 mingdan komplet holatida sasna displeyda bo'lgan, terek emas, sifati o'ta a'lo bo'lgan Chesterimiz Istanbul 1 originali bu. Bemalol murojaat qilsanglar, pastdagi raqamlarga siz turgan shaharga albatta jo'natib beramiz. Keyingi modelimizni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yerda esa o'sha Comfort modelimiz. Bu modelimizni juda ko'p videolarimda ham aytib o'taman. Buni sifatini va bunga ketgan materiallarini hammasini va yana takrorlab sizlarga yaqindan tushuntirib o'taman. Yong'oq materialidan yasalgan bu yon qismlari va mana bu oyoq qismlari yong'oq materialidan yasalgan. Buni ichlari esa sasna dispi. O'sha original fabrichniy prujina qo'yiladi. Xitoydagi 100% bo'ladi. Machalka paralonlari ham sifatligidan bosilgan. Buni alohida joylarini ham sizga aytib o'taman. Ya'ni mana bu choklari o'ta chiroyli qilib tikilgan choklari ham bor. Bu choklarini har bitta chokiga orasiga lenta qo'yib tikiladi. Ya'ni bu qo'yib olmasligi uchun, mustahkam bo'lishligi uchun choklarini chiroyli qilib tikadi. Bunimizni mana bu ochiqroq ko'rinishga ega bo'lgan ochiq moloshniylik rangi ham bor. Rasvetkalari ko'p, serik, molosniy va mana bu to'qroq moloshniylarimizni ham tanlasangiz, xudo xohlasa, albatta siz yashayotgan manzilga jo'natib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bularning narxlari 8 milliondan O'zbekiston barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Va ushbu modelimizdan ham va nihoyat bu savdo markazimizga olib chiqishga ulguryapmiz. Bundan juda ham ko'p zakazimiz bor edi. To'g'risini ulgurish juda qiyin bo'layotdi va nihoyat endi mana ushbu mana yon qismlarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Yangi modelimiz, Yevro modellaymiz buni. Bejirim chiroyli qilib ishlab chiqilgan. Oyoqlari ham mana yong'oq materialidan yasalgan buni oyoqlari. Ichlari esa 100% rossiyskiy sasna yog'och. Buni razmeri ham 2,5 ga bu yog'i 3,5 bo'ladi. O'zi 2,60 ga 3,60 deymiz. Endi men kichikroq aytyapman. Stoli ham 2 metrlik stol. Даже undan ham kattaroq stol mana shunga moslab qilingan. Shu komplet holatda bularimizni 10 million 800 ming so'mdan O'zbekistonda barcha shaharlarga chiqarib beramiz. Ko'pchilik kommentariyada yozadi, nimaga sizda qimmat ekan deb. Men arzon ishlar qilmayman, to'g'risini aytaman. Arzon ishlarni va qo'ymayman. Chunki o'zimda chiqayotgan, o'zimda mana shu kanalimda qo'yayotgan har bitta mebellarim sifati puliga yarasha. Shuni ham aytib o'taman. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz yetkazib beramiz. Gaplarimizda nuqsonlari bo'lsa yoki shu adashib ketayotgan bo'lsam manzil tutasizlar. Va yana bundan keyingi mana shu chiroyli rangda qilib chiqilgan mexanizmlik ushbu modelimizni ham sizlarga ko'rsataman. O'ta chiroyli, sifatiga esa gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu qo'llari ham yoniga suriladi. Hozir upakovka qilib qo'yganmiz. Spinkalari ham orqaga suriladi va keng bo'ladi. Bularimizni razmerlari 2,5 ga 3,5 bo'ladi. Bulardan ham O'zbekistonning hamma shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol murojaat qilsanglar, xudo xohlasa, uyingizda yangi yiliga yangi mebellar chiroyli turadi. Xo'p, ushbu mebelimizni narxini aytib o'tsam, ushbu mebelimiz 12 million 200 ming so'm. Agar ma'qul kelsa, xudo xohlasa, pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz chiqarib beramiz. Sifati esa albatta pulidan ma'lum. Bemalol qo'rqmasdan xarid qilsanglar bo'ladi. Va bu yerda boshqa divan kreslo, ya'ni kreslolari bor ugologimizni ham sizga yana bir variantini ko'rsatib o'taman. Panda uslubida ishlangan ushbu ugologimiz ham mana bu kalyonli oyna jurnalli stoli
va bu yerda ikkita kreslosi, bu yerda esa uголовlari bor, yostiqchalari bilan o'ta uyingizda chiroyli turadi. Bular ham 100% ichlari sasna. Sifatiga esa gap bo'lishi mumkin emas. Bularimizni komplekt holatida stoli, jurnalist stoli bilan 13,5 millionga qilib beramiz. Bemalol murojaat qilsanglar, albatta jo'natib beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar, ushbu videomizni so'ngida mana shu modelimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Razmerlari esa 4.30 ga 2.30 bo'ladi. 3 ta pufiga bo'ladi. 100% sasna yog'ochdan yasalgan, yonlari esa dispidan va mana bu oyoq qismlari ham chinor materialidan yasalgan. Stoli esa bu kichikroq stol, buni kattaroq stoli bor, albatta o'ziga tushadigani. Kattaroq stoli bilan komplekt holatida bularni 9,5 milliondan chiqarib beramiz. Bemalol murojaat qilsanglar pastdagi raqamlarga albatta boshqa ma'lumotlarni ham sizlarga aytib o'tamiz. Shu yergacha kuzatgan barcha qadrdonlarga katta minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Gaplarimizda yoki nutqimizda bir nuqsonlar bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar va uzr so'raymiz. Barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda kirib kelayotgan ushbu yangi yillar muborak bo'lsin deymiz. Barchaga yangi mebellar xonadoniga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kattakon rahmat hammaga.